Nimaga ba'zi odamlar rus tilini tez va oson o'rganadi, ba'zilar esa yillar davomida rus tilini o'rgansa ham, repetitorga borsa ham rus tilida gaplasha olmaydi? Tanish holat, to'g'rimi? Siz so'zlarni bilasiz, grammatikani ham tushunasiz, lekin gapirishga kelganda miyangiz xuddiki bloklanib qoladi va siz gapira olmaysiz. Biz bugun hammaga ma'lum bo'lgan rus tilida qo'shiq ayting, rus tilida kinolar ko'ring, lug'at yodlang, grammatika o'rganing degan metodlar haqida emas, 100% natija beradigan hamda samarali bo'lgan yangi metodlar haqida gaplashamiz. Hamda siz nimaga hali ham rus tilida gapira olmayotganingizni psixologik sabablarini ko'rib chiqamiz va yechim topamiz. Nega siz rus tilida gapira olmayapsiz? Chunki siz rus tilida gapirishingizdan oldin miyangizda o'zbek tilida gap tuzasiz, keyin esa bu gaplarni rus tiliga tarjima qilishga harakat qilasiz. So'zlarni tarjima qilayotganda esa siz so'zlarni qidirasiz, tarjima qilasiz, ulardan gap tuzasiz va ularni to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilasiz. Bizning miyamiz esa bir vaqtning o'zida bir nechta ish harakatini bajarishga qiynaladi. Bu ko'p vaqtni oladi, siz esa tutilib qolasiz. Sizga qarab turgan suhbatdoshni ko'rib esa noqulaylikni his qilasiz. Keyingi safar rus tilida gapirishingiz kerak bo'lganda esa siz stress holatiga tushasiz va gapirishdan qo'rquv paydo bo'ladi. Bu muammoni hal qilish uchun esa biz rus tilida fikrlashni boshlashimiz kerak bo'ladi. Hozir rus tilida o'ylashingizga yordam beradigan metod haqida gaplashamiz. Menimcha bu narsa hech kimga sir emas. Biz odatda o'zimiz bilan yolg'iz qolganimizda gaplashamiz. Ichimizda qanaqadir ovoz bor va u biz bilan har doim gaplashadi. Mana shu ovozni biz tilini o'zbek tilidan rus tiliga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kundalik hayotda bajarayotgan ishlarimizni, qilayotgan ishlarimizni hammasini rus tilida tasvirlab, sharhlab borishimiz kerak bo'ladi. Bu birdaniga tez bo'ladigan narsa emas va qadamma-qadam bu narsani biz boshlashimiz va praktikada ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ertalab turamiz va ertalabdan boshlab qilgan ishlarimizni rus tilida aytishimiz kerak bo'ladi. Agar siz rus tilida ko'p so'zlarni bilsangiz, lekin kundalik hayotda kerak bo'ladigan iboralarni bilmasangiz, oddiy mavzularda gaplasha olmasangiz, bu metod sizga ham yordam berishi mumkin. Mana bitta o'quvchim bor edi, ular rus tilida qiyin mavzularda ham bemalol gapira olardilar. Lekin bir kuni men ularga oddiy mavzuni berdim va bugun ertalabdan boshlab nima qilganingizni aytib bering deganimda ular o'ylanib qoldilar va ba'zi iboralarni umuman ayta olmadilar. Qiyin mavzularda gapira oladilar, maqolalar o'qib tarjima qila oladilar, lekin oddiy kundalik hayotda ishlatish kerak bo'lgan iboralarni bilmasdilar. Tishimni yuvyapman deb aytib bera olmaganlar. Vro'di oddiy narsa va kundalik hayotda biz bu ish harakatni bajaramiz va kundalik hayotda ishlatishimiz kerak bo'lgan iboralarni bilmasdilar. Mana shunaqa iboralarni o'rganishga, farzandingiz bilan rus tilida gapirishga bu metod yordam beradi. Siz nima qilasiz? Ertalab turdingiz, choy ichyapsiz, yuvinyapsiz yoki bo'lmasam tishingizni tozalayapsiz va mana shu iborani tarjimasini ko'rishingiz va bu ish harakatni bajarganingizda bir necha marta buni takrorlashingiz kerak bo'ladi. Ya чищу зубы. Men tishimni tozalayapman. Ertalab tishingizni tozalayapsiz va shu iborani aytdingiz. Kechki payt yana bir marta tishingizni tozalaysiz va o'sha paytda yana takrorlashingiz kerak bo'ladi. Va shu tarzda siz kuniga bir nechta yangi iboralarni qo'shib va o'sha ish harakatini bajarayotganda shu iboralarni takrorlashingiz kerak bo'ladi. Va sekin-sekin sizda siz bilan gaplashadigan, sizni ish harakatingizni tasvirlaydigan ovoz rus tilida o'ylashni, rus tilida gapirishni boshlaydi va bu esa sizga rus tilida savollarga tez javob berishingizga yordam beradi. Hamda bizni kuzatuvchilarimiz, bizni o'quvchilarimiz orasida onalar juda ham ko'p va ular bolasi bilan yoshligidan, kichkinaligidan rus tilida gapirishni xohlashadi. Bu metod onalarga ham to'g'ri keladi. Bolangizga aytadigan iboralaringizni tarjimasini ko'rishingiz va bolangizga qarata bir necha marta shu iboralarni hayot davomida ishlatishingiz kerak bo'ladi. Давай мы поменяем тебе подгузник. Давай мы тебе поменяем памперсы. Pampersini almashtiramiz deb aytdik. Bu iborani o'rgandik va kun davomida onalar 4 marta 5 marta bolasini tagligini almashtiradi va bu iborani bir necha marta takrorlaydi. Siz ham kun davomida bir necha marta choy ichasiz. Yapyu chay deb bir necha marta shu iborani aytsangiz, bu ibora sizni iborangizga, sizni aktiv slovarniy zapasingizga o'tadi va siz bu iboradan juda ham ko'p foydalanasiz va iborani eslab qolasiz. Siz bitta iborani emas, kun davomida 5 ta 10 ta yangi iborani o'rganishingiz va ish harakatini bajarayotganda takrorlashingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta ko'pchilikka tanish va qiynaydigan muammo bu talaffuz muammosi. So'zlarni varaqqa, kitobga qarab o'rganganingizda siz ularni qanaqa yozilishini eslab qolasiz. Bu esa talaffuz qilishingizga yordam bermaydi. So'zlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun yordam beradigan metod haqida biz hozir gaplashamiz. Bu soya yoki papugay metodi deb ataladi. Bu yerda siz har xil qo'shiqlardan, videolardan, filmlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Faqat qo'shiqlarni, filmlarni yoki bo'lmasam videolarni tanlayotganda o'z darajangizga mos keladiganini tanlashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun o'zingiz bitta
bitta videoni tanladingiz va videoni bir marta ko'rib chiqasiz. Keyin esa o'zingizga yoqqan qismini birgalikda takrorlashingiz kerak bo'ladi. Agar boshida takrorlashga qiynaladigan bo'lsangiz, birinchi yaxshilab eshitamiz, keyin pauzaga qo'yib takrorlaymiz, keyin esa diktor bilan yoki bo'lmasam videodagi qahramon bilan birga gapirishingiz kerak bo'ladi. Bu sizga rus tilida tez gapirishga, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga va yangi so'zlarni yodlashga yordam beradi. Agar videoni ko'rish davomida yangi so'zlarni uchratsangiz, ularni tarjima qilib yodlab borishingiz kerak bo'ladi va bu metod aniq bilaman sizga so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi. Uchinchi metodimiz bu primitiv muloqot. Primitiv ya'ni oddiy, sodda va biz gapirayotganda o'zimizdan qiyin, murakkab iboralarni, gaplarni emas, oddiy gaplarni talab qilishimiz kerak bo'ladi. Agar siz qiyin gaplardan foydalanadigan bo'lsangiz, gapirib ketish jarayoni juda ham sekinlashadi va gapirishga chiqishingiz anchaga cho'zilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizga oddiy gaplardan, oddiy iboralardan foydalanishga ruxsat berishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun suv ichgingiz kelyapti yoki bo'lmasam sizga suv kerak-da. Bu yerda biz uzun, qiyin iboradan foydalanishimiz mumkin. Misol uchun будьте добры, налейте мне, пожалуйста, стакан воды. Yoki bo'lmasam я хочу воду, дайте, пожалуйста, воду deb aytishingiz ham mumkin. Va misolda o'zingiz ham ko'rdingiz, oddiy iboralardan foydalanish oson, so'zlar iborada juda ham kam. Bu juda ham tez sizga yangi so'zlarni o'rganishga va ulardan foydalanishga yordam beradi. Shuning uchun o'zimizni oldimizga juda ham baland, katta talablarni qo'ymaymiz va oddiy so'zlardan foydalanib, oddiy iboralar bilan gaplashishni boshlaymiz. Qachonki til oddiy dars bo'lishdan to'xtab, hayotimizning bitta qismiga aylansa, biz o'shanda ichki qo'rquvni yengamiz va natijaga chiqishimiz ancha tezroq bo'ladi. Agar siz bu metodlardan foydalanishga qiynalsangiz, sizni to'g'ri yo'naltiradigan va atrofingizda ruscha muhitni shakllantiradigan bizda maxsus kurs bor. Kurs haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish va birinchi sinov darsiga yozilish uchun video ostidagi havolani ustiga bosing. Agar siz oldin qaysidir tilni o'rgangan bo'lsangiz, aynan qaysi metodlar sizga yordam bergan, bular haqida esa kommentariyada yozib qoldiring. Biz sizni fikringizni kutib qolamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.